Юсуфали Холмат. Так. Хронический неспецифический язвенный колит с преимущественным поражением левой половины толстой кишки. Умеренная стадия. Ish to'xtamadi xullas. Yotdingizmi keyin? Yo'q. Necha marta tashqari chiqasiz bir sutkada? O'rtacha. 10 martasiga. Davolash metodikamda men YouTube'da ham gapiryapman. Men o'zingizga alohida gapirib beray, chunki tushuncha berishim kerak. Siz hozir dori ichayotganingiz bilan bu ring ustidan o'tib ketaveradi-da. Bu yerda ham yuvish kerak. Kolonoskopiya emas, axlatingizdan bilaman. 6 oy davomida farqingiz. Og'zingizga hech qanaqangi mikrobni, bakteriyani solmang. Tushunali? Demak, yara chuqurlashmagan, yara hali sayoz holatda turibdi. Aka 11-kuni keldingiz. 3 marta shunaqa bo'ldi, quyuqlashdi, oldingi holiga qaytib qoldi. Tushkunlikka tushib qoldim shu kasallik tomonidan degan eshitdim. Shunaqa bo'lgandi, hozir xudoga Endi ishondingiz-a, kasaldan tuzalib ketasiz to'liqchasiga. hozir yaxshi. Shuncha joydan kelyapsiz va Bo'stonliqdan afsuslanmayapsizmi? Vaqtingizni ko'rib ketib qolmadimi? Yo'q. Hammasi yaxshi. Bir oydan keyin telefon qilib, meni ishim bitdi, anaqa deysiz bo'ldi. Telefon qilamiz. Kelishdik-a? Salomat bo'ling. Rahmat sizga ham, aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi yetib keldingizmi? Aha. Yusufali Xolmat. Tak. Qayer? Bo'stonliq rayonida. Bo'stonliq o'zidamisiz? G'azalkent shahri. 70-yil siz хронический неспецифический язвенный колит с преимущественным поражением левой половины толстой кишки. Умеренная стадия. Qani kasallik to'g'risida bir ma'lumot beringchi, qachondan beri? Kuzda boshlanib qoldi. Shu kuz 2024-yil. Oktyabr oylarida. Keyin doktorga bordim. Xo'p. O'zim chirchiq. Boshlanib qolganda qanday bir nima belgilar bilan boshlandi? Ichib ketish. Ichib ketish, iring, qon. Unda yo'q edi. Ish to'xtamadi xullas. Keyin doktorga bordim. Yetamov analizlar topshirdim, qonlar topshirdim. Dizbakterioz deb yozib bergandir-da. Dizbakterioz deb diagnoz qo'ydi-da. Yozib berdi menga. Mana dizbakterioz. Yotdingizmi keyin? Yo'q. H kapelnitsasini ikkitasini oldim. Adora degan tabletka yozib berdi, uni oldim. Pasayib qoldi. Keyin? Keyin 2 oy zo'r bo'ldim. 4 kilo 5 kilo semirdim. Keyin ro'za boshlandi. Ro'zaning 15-kuni yana shunaqa bo'lib qoldi. Hozir nima kelyapti ichingizdan? Iring kelyaptimi? Necha marta tashqari chiqasiz bir sutkada? Hozir yo'lda 1 marta chiqdim. Ertaman. Kecha kunda gapiring. Uzoq bu O'rtacha. 10 martachada. Davolash metodikamda men YouTube'da ham gapiryapman. Men o'zingizga alohida gapirib beray, chunki tushuncha berishim kerak. Nospetsifik yarali kolit ichakning chap va o'ng tomonida hosil bo'ladi-da, ko'pincha chap tarafda bo'ladi. Mana shunaqa qilib ichak tekis bo'lgan paytda normalniy odam bo'ladi, mana bunaqa, mana bunday normalniy hisoblanadi. Mana bu esa ering. Yara. Buni orqasida yara bor. Siz hozir dori ichayotganingiz bilan bu iring ustidan o'tib ketaveradi-da. Shunaqa ekan. Dori yetib bormas ekan bizga. Yaraga ta'sir qiladi. Bu tashqi yara iringlasa, iring ustiga dori qo'ymaysiz, mas qo'ymaysiz-ku, to'g'rimi? Avval yuvib tashlaysiz. Keyin kislorod bilan yuvasiz. Bu yerda ham yuvish kerak. Biz maxsus dori bilan ichakni yuvamiz. Klizma qilib. Shundan keyin yara ochiladi. Qonash mumkin, toza qon. Undan qo'rqish kerak emas. Asta-sekin hammasi kamaya boshlaydi. Yara yig'ila boshlaydi. Oxiri yara tugagandan keyin kolonoskopiya emas, axlatingizdan bilaman. Yozilishingiz odamlarga avvalgidek bo'lib qolib turib, bezovta qilmay chopishingiz 1-2 martaga, nari bosib 3 martaga tushib qolsa, bo'ldi, ishingiz bitdi. Faqat shundan keyin bu yerda ishingiz bitdi bo'ldi emas. 6 oy davomida parhez. Eshitdik. Parhez bu meva cheva mumkin emas.
shunday qilingki, ichingizga kirayotgan mikrob hech qaysi joydan kirib kelolmasin. Og'zingizga hech qanaqangi mikrobni, bakteriyani solmang. Mayli, havodan kelsa mayliga, uni iloji yo'q. Lekin turli tuman mevadan, chaqchuqdan, mayizdan Ulardan tiyilamiz endi sog'liq uchun. rosa tiyilasiz. 6 oy davomida. Kuzgacha tiyilsangiz hammasi joyiga tushib ketadi. Xudo xohlasa. Chunki ichak sekin-sekin bitib oladi o'sha orasida. Mana asosiy shu. Qilayotgan farqim odamlar boyagi doktorlarnikidan maniki shu. Odamlar Endi doktorlar o'zlari aytib turibdi, mo'lga yetib kelolmaymiz deb turibdi. tushunali. Davolash 10 kun hisoblanadi. Birinchi bosqich. Agar shu bosqichda o'zidan ishingiz bitib ketsa, faqat uyda parhezni qo'yasiz bo'lib, boshqa kelmaysiz. Agarda ishim chala qolib turib, baribir yering ko'rinib turaversa, 10 kun, demak siz dam olishga ketasiz. Bir oyga. Bir oydan keyin yana qaytib kelasiz. O'sha qaytib kelganingizda ishingiz bitgan paytda shunday tugaydi hammasi. Ikkinchi marta tugaydi, birinchi marta tugaydimi? Kasalligingizni og'irlashib ketganiga qaraladi bu. Qanaqa holat hozir? O'rtacha. O'zi yozib qo'yibdi mana. Stadiya умеренной активности процесса, умеренность. Normallashib olgan, uncha ko'p emas. Keyin siz eskirib ketgan kasal bilan kelayotganingiz bo'ldimi? 5 yil bo'ldi, 10 yil bo'ldi degan gaplar ko'p eshityapman. Yo'q, unaqa emas. Tushunali? Demak, yara chuqurlashmagan, yara hali sayoz holatda turibdi, bitishi ham tezlashadi. Savollaringiz bormi? Yo'q. Salomat bo'ling. Planlar olib qo'yaveraymi yo tursin? Ha, olavering. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshimisiz? Shukr. Sherzodbek. Mana bu Yusuf Ali. Demak, 11 kuni keldingiz. 11 aprel 2025-yil. Qog'ozlaringiz o'zingizda edi? Ha, yo'q. Tak, nospetsifik yarali kalit. Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Xolmatov Yusuf Ali. O'sha kuni shikoyatlaringizni yozgansiz. Mana do'stlar, mana shunaqa shikoyat yoziladi. Birinchisi, hojatga 10 marta boraman bir sutkada. Nima o'zgardi? Hozir qon kelish, yiringlar to'xtadi. Hojat kamaydi. Qanchaga? Hojat hozir 3 marta shunaqa bo'ldi, quyuqlashdi, oldingi holiga qaytib qoldi. Qon va shilimshiqlar bor degan yozuvingizgacha. O'shalar yo'q-a? Hozir ular yo'q. Qorinda chap tomonda og'riq bor. Unga nima? Yo'q. Tushkunlikka tushib qoldimi shu kasallik tomonidan degan ishchi. Shunaqa bo'lgandi. Hozir xudoga Endi ishondingiz-a, kasaldan tuzalib ketasiz. To'liqchasiga. hozir yaxshiman. To'liq tuzalib ketish uchun ozroq sabr, ozroq mehnat va hech qachon umidni uzmaslik kerak. Bu haqiqatan qiyin ish bunday bo'lganda. Chunki siz boshqa joylardan больницаdan boshqa ko'rib kelyapsiz. Ko'rib keldim. Bu yerga kelgan odamlar hammasi shunaqadan o'tib keladi. Iloji bo'lmagandan keyin kelyapti. Lekin qilaolyapman, Xudoga shukr. Mana hozir 10 kun ichida natija juda yaxshi. Xudo yaxshi. Eng muhimi hozir so'rayotganim mehnatimdan rozimisiz? Roziman. Shuncha joydan kelyapsiz va Bo'stonliqdan afsuslanmayapsizmi? Yo'q. Vaqtingiz bekor ketib qolmadimi? Yo'q. Hammasi yaxshi. Sog' bo'ling. Xursandman. Rahmat sizga ham. Mehnatingizga rozi bo'ling. Men mehnatimdan roziman. Xarajatingizga rozimisiz? Roziman. Alloh rozi bo'lsin. Men roziman. Yaxshi yetib boring. Aytganlarim boyagi parhez 6 oy davomida meva-chevadan mahrumsiz. 6 oy davomida sut qatiqdan mahrumsiz. Faqatgina pishgan ovqat, yeyotgan ovqatlaringiz juda bir strogi diyetaga kirmayapti, ko'rdingiz. Yog'liqqina beryapmiz ovqatlarda, osham beryapmiz. Mumkin, faqat xom narsa mumkin emas. Mikrobni ichingizga kirmasangiz, bor mikrobingizni ichingizda bor mikroorganizm o'zi hal qila boshlaydi. 3 kunda bir klizma qilasiz, giyohlarni berib yuboraman. U sizga 1 oydan ziyodiga yetadi. 1 oy o'tgandan keyin mabodo qanaqadir qo'zg'alish bo'lib qolsa, salgina qaytalayotganini sezsangiz, zing aytib qaytib kelasiz 1 oyga. Yana bir lecheniya olasiz. Agarda bo'lmay turib, hozirgi bugungi ko'rganimizdan yozilgan axlatingiz yana shakllanib borib, normal holatga kelib qolaversa, 1 oydan keyin telefon qilib, meni ishim bitdi, Arnaka deysiz bo'ldi.
albatta ayting, biz qulog'imiz shipirilganday bo'lib nima bo'ldi, nima qo'ydi deb yurmaylik. Chunki bizlar, man o'zim telefon qilmayman. Odatim shunaqa. Chunki hamma o'zi qiladi. Telefon qilamiz. Kelishdik-a? Salomat bo'ling. Rahmat sizga ham, aka.